Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mehmonimiz mana O'ktam akamiz keldilar. O'ktam aka yaxshimisiz? Rahmat. Tuzukmisiz? Alloh darajada. Aziz do'stlarim, demak O'ktam akani operatsiya qilganimizga mana 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. O'ktam aka nima sababdan bizga murojaat etib keldingiz? Sahrim juda baland edi. Ovqat yesam ko'tariladi, tushmasdi. Necha yil saqlaysiz? Netga topshirganda 11.6, to'qonimga 16.8 chiqdi. Ayni paytlarda 20 ga ham chiqib ketadi, 18 ga ham chiqadi, boshqa Necha yildan beri sahar kasallisiz? Sahir bo'lganimga minimum bir 6 yo 7-8 yil endi bilganim 6 yilda. 6 yil bilganingiz, 8 yil deb sizga yetishgan. deb o'yladim-da, 40 yoshimda bo'lganman hisoblab. Tabletka icharsiz? Tabletni ichardim, keyin insulinga o'tdim. Endi insulinga o'tib Mana boshladi. 6 oy bo'ldi, yanvar oyida insulin, dekabr oyida insulinga o'tdim. Insulinga o'tdingiz. Dekabrda insulinga o'tdim, avgustda 6 oy bo'ladi hisobda. O'sha insulinga o'tgan paytingizda ham oyoqlaringizdagi og'riqlar bormidi? Yo'q, oyoqdan unaqa ko'p jalbam yo'q edi, lekin insulinga o'tganimda ham sahrim unaqa juda tushmadi. Tushmadi. Ertalab o'lchasam, minimum eng kam chiqqanda o'zim glikrometrni o'lchagan taqdirda 9, kamdan kam holatda 8 chiqmasa 10-11 chiqaradi. Endi glikrometrda tekshirtirib ko'rdim, qondan olib o'sha zaxotda uni tekshirib bir galdayapti ekan, bir ko'p ko'rsatyapti ekanda. Hozirgi kunda mana ertalab o'lchadim, 507 chiqdi. Va agar shu bir aldayotganimda olib tashlaydigan bo'lsa, to'g'ri 7 deyapti. Kecha kechqurun ovqatlanib, hamma narsa bo'lib 2 soatdan keyin o'lchasam, 5 chiqdi. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Normal. Yo'q, hech qanaqa ham yo'q. Rahmat sizlarga. Zakoga ko'p aytib turib, kechada yaxshiman, saramas anchalik yaxshiman. Oldingidan yaxshi. O'ktam aka bitta savol beraman. Bu operatsiyaga kelishdan oldin, demak, bizani ko'rgansiz, kanalda nazorat qilgansiz. Endokrinologlar bilan maslahatlashganmidingiz? Endokrinologlar qidirib bo'lmaydi degan. Buni davosi yo'q degan. Hammasi men endokrinologga uchragan bo'lsam, bo'lmaydigan narsa bor. Nima sababdan shunaqa degan deb o'ylaysiz? Endi men bilmayman ularni nima sababdan bunaqa deganini men bilmayman. Ular yo bu narsani temani endokrinologlar ochiqlash kerak emasmikan, ochiqlash xohlamayapmikan, yo o'zlari ham juda bu narsaga oxirigacha tushunmasmikan deyman-da. Endokrinologlarning tushunmasligi bo'lishi mumkin. Juda ko'p dorisini qabul qilardingiz. Ko'p dori ichganman. Juda yaxshi qimmat dorilarni ham olib keltirib ichganman. Topolmasdan qidirtirib, sarson bo'lib topib olib ichib yurganman. Oxiri dorilarning foydasi deyarli sezilmagandan keyin majbur insulinga o'tdim. Insulinga o'tgan taqdirda qo'shimchasiga dori ichadim. 2 marta insulin 10 mg dan ertalab, kechki 10 mg, yana qo'shimchasiga sal yengilroq dorilarni ichadim. Demak, endokrinologlar sizga kategorik bu operatsiyani qildirmagan deb tavsiya berdi. Nechta endokrinolog sizga shu gap aytgan? Endi endokrinologlar desam, qaysi biriga uchragan taqdirimda bu bo'lmagan narsa deb aytishgan. Hammasi. Birortasi yo'q, bunda sen yaxshi o'tadigan. Xo'p, necha marta bir yil davomida necha marta endokrinolog nazoratiga borardingiz, konsultatsiyasiga yoki davolanishga borardingiz? Bir yilda minimum 1 marta borib yotib davolanardim. Yotib davolanardingiz. 10 kun, 9 kun, 8 kun har xil endi. Bitta yotib davolanganingizda necha pul xarajat ketadi? Endi yotog'ingiz bor, bir kuniga kamida 200 ming so'mdan ketadi. Endi dori darmoningiz bor, shu unda baribir bor-da. Yotib davolanib chiqqaningizda. Bu hali o'zingiz yashash joyingizda order bilan boshqa order bilan ham baribir dorilaringiz tushadi-da, chunki dorilar qimmat. Qimmat dorilar, bir dori olganimda dorini o'zi 2,5-3 millionlik dori olardim. Bir davolanganda endi 6 oyda bir marta davolanish kerak-da. Davolanib bir yuvardim, lekin unda ham juda effektiv zo'r bo'lmasdi. Ben bir oldingi davolanib chiqaman, keyin yana baribir shu narsa holatda men juda qattiq o'zgarish sezmaganman-da. Mana sahrim yo'q bo'lib qoldi deb kelmaganman. O'sha yerga borib yotganimda masalan 10-13 chiqqanimda 1-2 ga tushib qaytarib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin keskin 6 yoki 5 degan narsa ertaga. Endi sal nozikroq savol beraman akaga, javob berasiz. Jinsiy zaiflik bormi? Jinsiy zaiflik bor edi. Bu jinsiy zaiflik hozirgi kunda tiklandimi yo etap yaxshi bo'lyapti. To есть o'zgarish sezyapsiz. Bor. O'zgarish hamma organizm, hamma tanam, hamma joyida bor. Demak 2 oyda o'zingizni o'zgarish sezyapsiz. O'zimda bo'layotganini bilmadim, chunki odamda qarashi, boshqasi, harakatlari, hamma narsada o'zgarish bo'laveradi sekin-sekin. Hozir mana ko'ryapsiz, juda trend bo'lib ketyapti. Sun'iy implant degan narsa. Sun'iy implantni sahrli diabet kasallarga sun'iy implant qo'yishyapti. Sun'iy implantni bitta knopkani bosasiz, o'sha a'zo ishlaydi va knopkani bosasiz, o'sha a'zo ishlashdan to'xtaydi. Bu именно qandli diabetlarda impotensiya, ya'ni o'sha jinsiy zaiflik rivojlanganda
qo'yib berishyapti. Lekin bu narsa ham vaqtinchalik narsaligini zaxirli diabet kasallarimiz ko'pchiligi tushunmayapti-da. Borib sun'iy implant bilan juda menimcha bu anaqa bir qulog'imga chalingandek bo'ldi, ko'p ham qiziqqanim ham yo'q bu narsaga. Jam darajada passiv masidim, lekin bunday hisob kitobini olsam, masalan bu 2,5 ming dollar bo'ladi, shunaqa narx bo'lyapti. Ana shunaqa. Undan ko'ra operatsiya qildirsa, bu qanday qiladi-da, shu nima qiladi? Qon aylansa bo'ldi tanada. Ha. Qon aylanmasa, odam kasal bo'lgandan keyin o'zi doktor bo'lib qoladi. Operatsiyadan oldin juda ko'p o'yladingiz-a? Qildirsammi? Qildirsam, qildirmasam deb meni xarakterim shunaqaki, operatsiyani bizda qidirganlardan so'radim. Endi ma'muriyatli boshqa klinikalarga ham chiqib ko'rdim. Hamma bilan juda ko'p maslahatlashdim, lekin birorta qildirgan odamdan men operatsiyaning tarafi eshitmadim. Eng asosiysi shu. To'g'ri, endi o'zimizda yon qarindosh urug' oshna og'aynilar bor, boshqa bor. Baribir odam ikkilanadi. Hech kimni dard urushdan tiq tekizaman demaydi. Qo'rquv bo'ladi. Hech kimdan inson joni borki qo'rqadi-da bu narsadan. To'g'ri, menman degan doktorlarga foydasi yo'q bu narsani deb turgandan keyin odamning ikkilanish rosa zo'r bo'lar ekanda. Men ham bir kun oldin mana payshanba kuni qilmayman deb uyga borib, ertasi kuni juma kuni ertalab turdimda, ishxonamga bordim. Shunday bir kun oldin chunki hamma narsani tayyorlab, taqdirib sumkaga solib qo'ydim. O'g'ilchamga telefon qilib, chiq svetoforda olgan, svetoforda olsa hech kim bilmasdan kelib olganman. Yerga kelib analizni topshirib, hamma narsani bo'lgandan keyin telefon qilib aytdim. Baribir hammaga aytish kerak, issiqjon. Zikras har holda musulmonmiz, hamma narsani bilib turib kundaylik. Yomon emas, eng asosiysi chiqqandan keyin endi to'g'ri ovqatga qiynalasiz endi. O'tadi ketadi, u yillab azobdan ko'ra bir 1-2 kun desa yolg'on bo'lib qoladi-da. 15 kuncha odam suroga dieta qilish kerak ekan. Masalan, uyga bordik, bizlar shaharda yashaymiz, qishloqda yashaymiz. Tovuqlar bor, tovuq so'yib qo'yasiz, bitta ayolni soladi, o'ziga shu yo'lni beradi. O'shini 4 kun 5 kun yemaysiz, 4 kun 5 kundan keyin blenderga solib yedim. Demak, juda xursandman sizni ko'rganimdan. Shunchalik bizga ishonch bildirganingizdan g'oyatda xursandman. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun hamisha jon kuydiramiz. Sizga o'xshagan bemorlar uchun jon kuydiramiz. Aziz do'stlar, hammasini eshitib turibsizlar, ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar. Biza bemorlar uchun mana shunaqa rahmat deb kelsa, bizani to'g'ri tushunsa, boshqasi jonimizni ham berib yuboramiz bir ko'p paytda. Jon bergan kelib ketadi. Xursand bo'lib ketdi, boshing osmonga ko'tarilib ketadi-da. Endi hammamizga ham shirin gap, shirin so'z, minnatdorchilik hammamizga ham kerak narsa. Shuning uchun aziz diabetiklar, sahnli diabet 2-tipi. Hozirgi kunda bu kasallikni davosi yo'q emas. Bor. Buni yaxshilab eslab qolinglar. Faqat ayrim doktorlarning gapiga kirib, har xil dorilarni, million pulga dorilarni qabul qilib, o'zingizlarning vaqtinglarni, sog'lig'inglarni yo'qotganinglarga arziydigan narsa emas. To'g'rimi? To'g'ri. Tutish kerak bo'ldi bu sekin organizmdagi qiynalgan joylaringiz hammasi sekin o'ziga kelib yaxshi bo'lib ketaverar ekanda. Bitta savol beraman. Agar shu operatsiya bilan qutulib ketishingizni bilganingizda, masalan, saqil bo'ldingiz. Qachon eshitgan kun keladi? Eshitgan kuningiz qiladi. Lekin men ham juda ehtiyotkorman. O'zim meni hamma biladi. Men bitta narsani oladigan bo'lsam, uni addidon o'rganishlar. Hamma narsasini o'rganib chiqmayman, hech qanaqa qo'l urmayman. Yegim kelsa yeb bo'lmaydigan narsani, masalan, 10-15 kun bir oy ichidagi strogi dieta paytidagi narsani yeb qo'ymaslik uchun harakat qildim. Yoki ular yeb qo'ygan bo'lsa, ularda qanday ta'sir qildi? Ularni ham bilib oldim-da. Ulardan hech qaysida adresatlik bo'lmagan ekan. Chunki bir ikkasi aytib qolib, 10 kuncha yurib, 10 kundan keyin rosa qonim tushib ketdi. Xalitar yeb ertalab, xalitar nima emasdim dedi. Xalitar bilasizmi haligi? Xalitar haligi novvoq soladi, budoyni undan qiladi, u juda shirin. Aslida shirin narsa. Yegandan keyin любой sog'lomlikka men ko'tarsa kerak-da. Ularda ham yedik mana. Bu normalda. Zakonli. Baraka toping, sog' bo'ling. Ishonganingiz uchun katta rahmat. O'ktam aka, telefoningiz nechi? 93lik. 93lik 609 01 77. 609 01 77. Aziz do'stlar, O'ktam akaga telefon qilsanglar bo'ladi. Faqat agar shu inson orqasidan duo topsanglar, shu insonni bitta duo qilib qo'yasizlar, oilasini, farzandlarini, o'zlarini duo qilib qo'yasizlar. Biz bir sababchi odammiz.